Assalomu alaykum hammaga, hormanglar, charchamayapsizlarmi? Sizlar bilan Muso FX. Xo'p, birinchi navbatda The Five Years haqida gapirib o'tib ketmoqchiman. The Five Years'da ko'pchilik bilmas ekan, payout qilish uchun profitable day'ni kutamiz degan narsa bor deb o'ylar ekan. Ya'ni ekzaminni o'tish uchun profitable days bor. Обычный akkauntlarda, hozirgi arzon akkauntlarda profitable days yo'q. Ya'ni bir kunning o'zida hozirgi mana $134, $164 akkauntlarda bugunning o'zida bemalol srazu o'tsangiz bo'ladi. Ya'ni ikkita imtihonni bir kunning o'zida topshirib qo'ysangiz bo'ladi. Hozirgi yangi imtihonlarda hech qanaqa profitable day qoidasi yo'q, bemalol o'tib olasiz. Lekin eski imtihonlarda profitable days borlarida payout qilishingiz uchun profitable day qilishingiz shart emas. Ya'ni foydali kunlar. Foydali kunlarni qilishingiz faqatgina sizda accountingizni scale up, ya'ni 100 minglikdan 125 minglik, 125 mingdan 150 minglik qilishingiz uchungina kerak bo'ladi xolos. Boshqa hech nima uchun emas. Ya'ni bemalol bir kun foyda qilib ham payoutga topshirsangiz bo'ladi. Menimcha ideal taklif beryapti bunaqa sharoitda. Ya'ni bemalol 4 tagacha olsangiz bo'ladi. Ya'ni birinchi etap 10%ligidan ikkita, ikkinchi etapi birinchi etap 8%ligidan ikkita, keyin hyper growth'da yana 100 minglikning bir etapligisi ham bor. Undan ham olsangiz bo'ladi ikkita. Umumiy 600 ming, bitta mana 100 minglik bilan 700 minggacha akkauntingizni ko'tarib olsangiz bo'ladi. Endi o'rtacha oyiga o'shanda kamida 16 ming, 20 ming dollar ishlavsangiz bo'ladi har umumiy hisoblaganda. Xo'p. Endi bugungi analizga keladigan bo'lsak, DXY yana o'zini yo'nalishida davom etadi deb o'ylayapman. Ya'ni tepaga qarab ketishi kerak. Euro USD esa mana bu highni yecha olmaslik kerak. Agar Euro USD high yetsa, GBP USD yecha olmaslik kerak. Ikkalasi bir-biriga nisbatan SMT bo'lishi kerak. SMT with Euro USD. Ya'ni bittasi high yetishgan bo'lishi, bittasi hech olmagan bo'lishi kerak. GBP USD yetsa Euro USD hech olmaslik kerak. Euro USD yetsa GBP USD hech olmaslik kerak. O'shanda bunday qilib pastga, o'zining eng low nuqtasiga sell qarasa bo'ladi. Xuddi shunday holatda anaqaga ham GBP USD ga ham, ya'ni mana bunda olib sell ishlaydigan bo'lsa, menimcha bugungi targetlar ideal turibdi sell uchun. Xo'p. DXY da aytdim, pastga tushib keyin ketish kerak. Agar mabodo DXY sellga qarab ketib qolishi mumkinmi? Sellga qarab ketib qolishi mumkin. Agar low nuqtalarni yechmasdan mana bu nuqtalarga borib, keyin mana bu o'zining low nuqtasiga tushishi mumkin. Lekin men asosiy maqsadim DXYda sell emas, buy ishlash, chunki ideal targetlar turibdi tepada. Shu sababli ham DXYda buy, paralarda sell ishlamoqchiman bugun. Tillada paka ideyam yo'q. Agar ideya bo'lsa aytaman, chunki nima qilishni o'zi ham bilmay turgandek bo'lib turibdi. Agar qaytsa ham men bu zonalardan, ya'ni 71-81 zonalardan tushsa kerak deb o'ylayman, o'zining low nuqtasigacha. Paka shu ishlamoqchi emasman. Nasdaqda ham ideal sell uchun ssenariy bo'lib turibdi. Sababi osoniy high'ini Nasdaq ola olmasa, aynan mana bu 27850, 27900 zonalaridan Nasdaq uchun sell ishlaydigan bo'lsa, o'shanda S&P 500 osoni high'ini olish kerak bo'ladi sell yurishimiz uchun. O'shanda S&P bo'lib Nasdaq bilan pastga qarab suradi deb o'ylayapman. O'shanda kechagi anaqani harakatni davom ettiradi deb o'ylayman Nasdaq va S&P 500larni. Xo'p, borar nuqtasi 27400, 27450 take profitlar, stop loss 28000 bo'ladi. Agar mana bu joylardan kiradigan bo'lsak, mana bu atroflardan, ya'ni 27850, 27900 zonalardan kiradigan bo'lsak, 28000
ning o'zi bizaga stop loss vazifasini bajaradi. Undan uyog'iga o'tib ketsa, o'sha SMT buzilib, nimadirlar bo'lib ketadi. Endi osiyon hayni olib, keyin anaqa osiyon hayni olib, keyin tushib ketishi mumkin. Man o'z ssenariyga agar man bu joyda stop loss oladigan bo'lsam, o'sha keyingi sell uchun harakatni man bu zonalardan, ya'ni 28150, 28100 nuqtalardan qarayman sellga. Lekin baribir bugungi ideyam sell Nasdaqdan. Hammaga rahmat. Agar bu ideyalarim, signallar sizlarga manfaatli yoqayotgan bo'lsa, albatta qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Shunchaki ozgina kommentingiz, ozgina berayotgan reaksiyalaringiz menga как motivatsiya bo'ladi. Sizlardan hech qanaqangi moliyaviy tarafdan yordam so'rayotgan joyim yo'q. Kanalimizni rivoji uchun o'z hissangiz qo'shasiz degan umiddaman. Bu shunchaki prosta share qiling do'stlaringiz bilan, komment yozing. Menga mana shuni o'zi motivatsiya. Hammaga omad. Good trading.